Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari va Kaliforniya yomg'ir chuvalchangga qiziquvchi o'rtoqlar. Mana bugun qilayotgan ishlarimiz begomizga Kaliforniya chuvalchangga qiziqayotgan o'rtoqlarga ozgina yerdan qancha daromad qilish mumkin degan aka-ukalarga mana shu ozroqqa joyimiz bor, kichkina joyimiz, o'shani ko'rsatib o'tamiz. Mana shu 5 ga 10 joyimiz, mana shu eni 5, uzunligi 10 joyimizga mana ikkita beraklar taxlangan. Bunisi 20 kvadrat, mana bunisi 20 kvadrat. 40 kvadrat chuvalchangimiz bor o'rtoqlar. Mana bu yilgi daromadimiz bundan shu joychamizdan 4 tonnadan oshiq begomimiz eladik, 6 millionga yaqin sotdik buni. Inshaalloh qolgan mana shu yerdagi qolgan mahsulotimiz hozir pash tayyor bo'lib qolgan bu ham. 40 kvadrat chuvalchangimiz bor. Bu degani 1 milliondan sotsak ham 40 millionlik mahsulot bor yerda o'rtoqlar. Ozgina joydan ham daromad qilsa bo'ladimi degan o'rtoqlarga mana shu yerda misol qilib ko'rsatamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar, mana o'zlaringiz hisob kitob olasizlar. Mana shu yerda 40 kvadrat chuvalchang bemalol yaxshigina qarasangiz 5 tonna 6 tonnagacha mahsulot chiqarsa bo'ladi yiliga. Oddiygina mana shu ko'cha tarafimiz, mana uyimizning orqa tarafida. Mana ozroq joyda qilingan bu. Bemalol ozroqgina joydan ham foydalansa bo'ladi. Qiziqayotgan o'rtoqlar, bu biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar bemalol boshlashingiz mumkin. Joyda farqi yo'q, mana shunday daraxtlar tagiga ham soyagina joyga qilsanglar juda o'ta sifatli ham chiqadi begomizingiz, ham chuvalchang rivojlanishi ham zo'r bo'ladi. Mana shu yerda 40 kvadrat chuvalchangimiz bor o'rtoqlar. O'zlaringiz hisob kitob olasizlar. Mana shunday ozroq joyga qilsa ham bo'ladimi degan akalarga mana shu misol qilib ko'rsatamiz. Hozir u tarafda ham joyimiz bor, o'sha mana bu hozir ko'rsatamiz. Mana bunimiz mana bu tarafi. Mana bu hozir ko'rsatgan joyimiz mana ko'cha tarafda. Ana bu yerdan o'tganlar 10 tonna yaqin begomimiz elab olganmiz akalar. Bu ham kichkina joy. Lekin bu enliroq salgina 6 ga 12 mana shunday. Ana shu yerda 10 tonnadan oshiq begomimiz bor tayyor. Qiziquvchi o'rtoqlar boshlanglar. Bunda daromadi yaxshi. Ham hozir talab kuchaygan. Bemalol boshlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.